Assalomu alaykum. Men Aravon rayoni Tepaquron ayil turg'uni Xolmatov Sherzod bo'laman. Yorqishloq ayilda yashayman. O'sha yerda mahalla komiteti zami bo'lib ish olib boraman. Va bu mavzu biz u yerda stadion deb 1 gektarga ko'k kitob qilib eldi stadion edi oldin. Shu ayilboshchimiz Hamroqul aka Janqulov bir deputatimiz bo'lgan. O'sha ikkovi kelishib bir murda bu yerda chek qilib sotamiz deb bir so'z chiqdi. Biz ellar bilan to'planib o'sha oblast gubernatoriga boramiz deb ketayotgan mahalimizda Hamroqul aka telefon qilib qaytinglar. Biz o'zimiz chechamiz buni deb biz chaqirdi ayil hukumatga. Ayil hukumatga borib nima bo'ldi dedi, shunday shu yerda sotyapsiz ekan, shu masala bo'yicha biz o'shga ketayotdik desak, yo'q, hijolat olishma, u senlarda shu baldaringa qoldi, stadion hisobida qoldi deb aytdi. Keyin oradan bir yilcha o'tib, mana kechagi kuni Mirzahmedov Elmurod degan o'sha ayil hukumatning bir ukaxoni bor. Hamroqul akani. O'shimga nimasini o'sha yerdan stadiondan 6 sotigini sotib qizil kitobga beribdi. Biz u stadionimiz yonboshida terega kelgan joy bor edi. U tereklarda kechagi kuni tushib, men qo'limda qizil kitobim bor. Bu yerda menga ayil hukumat sotdi deb tereklarni kesib, bu yerda stroyka qilishni boshladi. Shunga endi bir kattalardan nimalardan bir so'ranch, o'zimizni shu elga ham bir uyda 3 kelin, 4 kelin bilan yashab yurgan odamlar bor. Shuni iloji bo'lsa sotmasdan yo'q bo'lsa sotsa ham shu o'zimizning nimalarga sotishini so'ranib keldik. Bu yer transformatsiya o'rnima bo'lmagan yer. Ayil hukumatning balansida elga stadion deb berilgan joy. Bog' deb berilgan stadion bor. Stadionning yonboshida bulvar o'zingizlarda ayillarga bulvar, detskiy plashotkalar qilinadi deb berilgan joy edi. Bizni o'sha 1 yil burun o'sha ayil hukumatimiz bo'ldi, u yer qoldi deb turib bizni aldab turib, hozir mana boshqa bir odamga sotib yuboribdi. U odam endi 200 ming rasxod qilgan, 300 ming rasxod qilgan bizga qorong'u. Hozir u yerda olib atrofini o'rab sotsa 1 millionga sotadi. U yerda shu biznes bo'lyapti. Shunga bir kattalardan so'ranib keldik. Meni atim Hamroqulov Qo'chqar. Kesov mahallasidan. Bu yerga kelishimizdan maqsad biz bir ish bilan keluvdik, shu ishni bajarolmadik biz. Hokimiyatimiz hammasi shundaqa yerlarda sotib o'zlari qochib ketyapti. Shuning uchun bu yerda yechish uchun kelganmiz, lekin bu yerda hech kim bo'lmadi. Bunga borib gapirdik, hech rezultati yo'q. Shuning uchun biz sizlarning oldinglarga keldik, shunday bo'lib. Shu kelganimizga munosib ana shu ishlarimizni bajarsak kelajak bu düşüşlərə biz yol açamiz. Men Mamatov To'xtasinman. Aravon rayonining Tepaquron ayil hukumatidan yashayman. Bizi Yorqishloq mahallasida bir ozmoz bitta yerimiz bor edi. O'shani bir nimalarga sotibdi. Uni biz bilganimiz yo'q. Kelib egasi surib teraklarni kesib ishlayotgan. Shuning uchun biz o'zimizni mahalladagi odamlarga uylarda ikkitadan kelin bolalar odamlar bor. Ashlarga tam joy kerak. Shuning uchun biz ko'tarilib chiqdik mahallamiz bilan. Men Sarikova Zeba, o'sha oblast Aravon rayoni Tepaquron ayilida yashayman. Ushul biz uyda 2 avsin o'tiramiz. Uy bilamiz menen. O'shandoqdan turmushga chiqqanim 10 yil bo'ldi. Biroq aliyam chek berilelek. O'shal chekni berishdi o'rnidan boshqa birovlarga sotib berdi. O'shandoqdan sizlardan so'ranib keldik. Bizga dag'i tam joy bersin. Kim sotdi? O'sha akimimiz. Hamroqul. Sizlar qanday qayerdan bildingiz sotib O'sha qizil kitob qildik deb teraklarni kesib bugun o'shana qildi. O'shandoqdan biz so'ranib 9 yildan beri ariza yozib tashlaganmiz. Biroq javobi yo'q. Chechim chiqalak deydi. Qaysi ayil orada yerda birovga sotib turdi? O'sha Jarqishloqdagi. Qancha yerda? Qancha sotik? Qancha? 10 sotik. 16 sotik. 16 sotik. Turag'un va Rayronxon bo'laman. Men ham shularning gaplariga qo'shilaman.
bizda endi hokimga juda ko'p tushdik-da bu masalada. Rosa ko'p tushdik. U yerda 16 sotik yerimiz bormi? U yer bolalar uchun stadion yo bo'lmasa bir manaqa bog'cha yo o'ynaydigan joylar qiladigan yerlarda u yer. Endi hozircha u yerga terak ekib qo'ydik, kam ta'minlanganga yo bo'lmasa qandaydir bir insonlarga ashini fond qilib berib, jinday yashash sharoitimizni yaxshilab olaylik dedik. Endi bunga endi hokimning oldiga juda ko'p tushdik. Xotinlar tushdi, erkaklar tushdi. U hokim yo'q, kitobi o'zimizda. Hech qanaqa birovga berilgan yo'q, sotilgan yo'q deb bir 15 kun, 20 kun bo'ldi shu hokimning oldiga tushib chiqqanimizga. Mana shu xotinlar hammamiz tushdik. O'zinglarda dedi. O'zinglarda hijolat bo'lmanglar dedi. Hattoki dedi, men ham dedi, bir dona dedi, tom joy olgani dedi, hali anaqam yetgan yo'q dedi. Endi vaqt kelsa hammamiz olamiz dedi. Chiroyli qilib gaplar bilan yaxshi gapirib bizni jo'natdi, bo'pti deb ishonsak, endi kecha ekskavatorlar kelib, teraklarni kesib, anaqa qilgan ekan, endi hammamiz erkak va xotin ko'tarildik. Endi u yerga keldik, bu yerga keldik. Uzoq joydan keldik, qandaydir bir foyda bo'lib qolsin deb endi sizlarga jindak so'nib keldik. Ajomas ishlarimizni, mushkullarimizni oson qilsanglar. Assalomu alaykum, hurmatli nimalar, aka-ukalar. Mana biz bu yerga kelishdan maqsad, men Xatarki Murodjon Mamadaliyevich 58-yilda tug'ilganman. Shu Jarqishloq ahlisdan Teborgan ayol hukumatda murda ishlab yurganman. Hozir shu yerda yashayman. Boshqa bolalarim mana shu ariz berganimizga bir 20 yildan oshib bo'lib qoldi. Shu tam joy masalasi biz juda abzan qiynayotadi. Men mana shu hozir qizlar suylashyapti, barliq aytyapti. Nima? Shu tam joyga ariz berganimga 20 yildan oshdi. Hamroqilda aliga tushganga bir necha kun, kecha ilgari kuni har kuni tushyapman. Men har kuni shu ayol hukumatdan pashta tam joy masalasi bo'yicha. Tom joy masalasini hozir boshqa mana hozir Sherzod aytib o'tib ketdi. O'zida bir ukaxoni bor ekan, shunga sotib olgan, boshqa qilganmi, bu yerda biznes bo'lyapti. Menga kunda al dedi, men bu yolg'ondan to'ydim. Ikkita kelin, uchta kelinni bittasini hozir chiqarganman, ikkitasi oldimda. Hozir o'sha kirsanglar o'zi bizga 7 sotikdan tomoqqa bergan, 4 sotik arkamizdan tom joyga chiqarib bir 2 sotik chiqamiz, bir 6-5 sotik ichida bir 3 ta semya yashaymiz hozir bugungi kunda. Tuvaletdan bizda o'chir. Bu narsani hammasini bizni tushuntirganman ayol hukumatga. Har kuni yolg'on, har kuni yolg'on. To'ydik buni. Bu konsekvensiya bormi bir nima qilgan, oxiriga chiqadigan. Biz sizlardan yordam so'rab kelganimizda hozir gubernatorga keldinglar. Gubernator yo'q ekan, boshqa bir yerga borsak, ular ham yo'q ekan baxtkarji. Endi hozir bu yerga kelishdan maqsad sizlardan bir yordam so'radim. Buni chechib beradigan bir bormi bu? Prezidentga yetkazib shuni oxiriga chiqartirgan nimalar bo'lsa, biz shuni so'rab keldik edi sizlardan. Mana menga o'xshagan sevimli to'yda 2-3 ta kelinlar o'tiribdi. Boshqa hozir ukaxoniga bersa, u ukaxonning uyi 15 sotik. Bitta o'g'il bunga. Unga hech narsa kerak. Unga biznes sotadi ertaga. Uni sotadigan odamni ham tayinlab qo'ygan shu demoqli hozir. Uni olatirgan pakubati ham tayyor turibdi. Hozir mayda ahvot qiladi, ertaga sotadi. Biz bu 20 yilda oqdir. O'zim mana shu ayol hukumatda burada 24 yil buxgalter bo'lib ishlaganman. Men ham qilib qo'ysam, men qilmaganman shu narsani. Bu qaramaydim endi. 3 ta o'g'lim bo'lsa, bittasi sotib olib chiqardim. 2 ta kelin hozir ashincha 15-16 ta nevara bitta uyda yuribmiz. 5 soat ijara turibmiz. Buni mashlar qo'lni qo'shib mahalla mashlar. Mana qiz suyladi, yaxshi suyladi. Bu ham mana har kuni urush janjal uyda buni ham uyda. Beraman deydi, buni aldaydi buni nima deb. Ya bunga sizlar yordam bera turgan bo'lsa, qayda bo'lmasa, lag'i biz boshqa joyga, biz Sadrni o'ziga bor, Sadr Japarovga o'ziga chiqmoqchi edik. Lekin shunga ham chiqamiz oxirida bo'lmasa. Bu yerda biz boshladik, oxiriga chiqmasak bo'lmaydi. Biz qanday desam bo'ladi? Bu aylanga ishlaydigan bo'lsa, biz jalg'on suylab jolsa qaytaradi. Elga ham aldayapti, det sotib beraman, senga tam joy beraman deydi. Bu boshqasi sotib soldi-yu buni. Nima qilish kerak buni? Sizlar yordam beradigan bo'lsa aytinglar, bo'lmasa biz Japarovga o'zimiz boramiz o'zimiz. Bishga qochib ketgan yo'q. Oxiriga chiqish kerak buni oxiriga. Menda shu nimalarimiz. Meni hozir uyimga kirishda возможность yo'q. Ashuncha keldim 15-16 nevara. 5 soatda o'tiribmiz. 2 soat arqamda shu nima tom joy nima qilsam yo'lga yo'l tor uchun chiqarib berganmiz 2 soatda. 5 soatda 3 ta semya o'ylab ko'ring qanday bo'ladi. Bu shahardan 5 o'sha shahardan bunaqa emas. Bunaqa odam o'tirmaydi. Shahardan 5 metr olib ketdi, yo'q ayildi. Kim bunga yordam beradilar bormi? Sizlarning qo'lingizdan keladimi, kelmaydimi shuni? Bo'lmasa biz bu shu masala bo'yicha men hamma yoqqa tayyorman hozir.
Bishkekka boramiz. Bishkek qochib ketgan yo'q. Biz so'ydik buni mazam. Ey, menga qarang, ariz berganimga 20 yildan oshdi meni. Mana 2009da qayta har yil xatlanmaz qildim. Yo'q. Yer yo'q. Ha buning ichida qancha odam olyapti tom joy. Hammasini pulga sotilma qilyapti buni. Pulga o'tib ketdi. Bu rezultat chiqmaydi. Bu Ahmedov Muhiddin degan bilan hamroqlar ikkovi bitta bo'lib nima qilsa aylik o'tib qilyapti. Boshqa bir chora ko'radigan bir bormi odam bularga bir chora ko'rib bo'ladigan. Biz so'ydik bundan. Boshqa ayol hukumatı yo'qmi bu yerda boshqa? Yo boshqa deputat nima qila olmaydimi? Qari bo'lsa men bu ishlarni yaxshi qilaman. Ishlaganman men mana shu yerda. 24 yil ishlaganman. Men bunda ishlamaganman. Aytdim, meni yashimni hali boshqa narsalar nima yashimni hurmat qilmaysanmi deb har kuni kiraman. Yashimni hurmat qil. Men bu yerda ishlab chiqib ketgan. Mana stol mendan qolib ketgan stolda o'tiribsan dedi. Ayol hukumat kecha ham aytganman. Mana stolni men tashlab ketganda sen o'tiribsan. Men buni yozganimni sen endi o'qiyapsan buni dedim. Ya unaqa emas-da, odamchilik hurmati ham bo'lishi kerak. Murda biz ishlab turgan asha nimalardan qanday qilib pensiya chiqarganmiz? Ha menga hech bo'lmasa bitta shu tom joyini berib qo'ysin. Qilmaydim shuni. Har kuni yolg'on. Buning arkasidan men bulturdan o'tgan yildan beri qancha aqcham keldi endi sizlarga buni keragi yo'q deb aytdim. Endi hozir ko'chaga chiqsangiz bezdenich ничего не может сделать, to'g'rimi? Chiqdingiz o'sha benzin, все boshqa ko'p kosveniy rasxodlar. Biz so'ydik bundan, boshqa ayol hukumat yo'qmi edi buni qanday qiladigan? Qirg'iziston shunchalik bo'lib ketadimi oxiri? Biz ham ishlaganmiz o'zimizda mezgilda. Bundaqa bo'lgan emas, bunchalik bo'lgan emas. Bu hozir bespredel bo'lib ketdi bu yerda. Çok hoş to diyorlar, hiç samdan hiç bo'lmaydi deyapti-da. Qo'rqmayman, aqcham bor deb o'tashigini. Men bilmayman. Men shunga borib o'taman, bilmaysizlar nima deysizlar? Mana bari meni mahallamdagilar. Bormi yo'qmi? 3 ta keldim, men bitta chek olganman. Olgan emasman-a? Oson bo'larmidi? Men ham ishlaganman, 25 yoshda ishladim, 25 yil buxgalter bo'ldim. Oson olmadimi? Men yerda emasman. Nima qilamiz? Sizlar yordam berasizlarmi, bermaysizlarmi? Qo'lingizdan keladimi yordam berish? Şu prezidentga qandaydir yetkazadigan odam bormi buni? Bizning ayol hukumatdan konsekvensiya kelib tekshirishga, daskanalni tekshirib, oxiriga chiqadigan bir Bishkekdan komissiya tuzsin bu kerak o'zi. Oxiriga dakansa chiqadigan odam bo'lsin. Biz yordam beramiz shunga. Bu yerda hozir biz aytilmaydigan so'zlar ham bor. Yo'qmi, to'g'rimi? Biz ashiga borganda o'zimiz aytamiz, qanday nima deyish kerak. Bishkekdan kelsin kerak. Bu yerda bir chechilmaydi bu. Menda bor shu.